25-may 2026-yil. Mana avatarlarimiz bugungi holati. Katta bo'lib qoldi, ko'z tegmasin. Yomg'irlar ko'p yog'di bu yil. Nagruzka sal ko'proq qo'ydik. Drevesnoy zapasimiz yaxshi bo'lganiga, ya'ni yog'ochimiz tanasini qalinligi yetarli bo'lganiga ko'proq qoldiraverdim. Har bitta shoxga kamida bir 10 tadan qoldirdim adashmasam. 10 ta chiqmasa kerak, bir 8 tadan chiqar ekan. Bunisi silmaydiroq hali nimagadir. Avatar